Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom Koreya dasturini mana boshlab oldik Dildora Hoshimova. Anvar Javharov bilan birgalikda Ushbu hozir ommaviy masalalarni olib chiqmoqchimiz. bu dasturni yangi ko'rayotganlar shuni bilishlari uchun aytib o'tmoqchiman. Koreya haqida, Koreya yangiliklari, Koreyada bo'layotgan voqealar yoki bo'lmasam Koreya haqidagi maslahatlar. Bu reklamadan iborat emas. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri biz masalalarni yoritib boramiz. Shuning uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va kelasi dasturlarni ham kuzatib boring. Muammolar, muammoli masalalar. Bugungi muammoyimiz, hozir men Anvarga beradigan savolim, ko'p talabalar ko'chada qolib ketyapti ekan Koreyaga kelib. Bu bizni talabalarimiz emas, Xudoga shukr, lekin shu masala bo'yicha nima uchun talabalar ko'chada qolib ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Shu kunlarda mana ommaviy axborot vositalari, SNSlarda, Instagramlarda juda ham ko'p har xil noroziliklar bor. Ya'ni Koreyaga o'qish vizasi bilan kelgan talabalar uyga joylashishda muammolar yo universitetga joylashishdagi muammolar va aeroportdan universitetga yo aeroportdan yotoq joyigacha bo'lgan masofa masalalari, qanaqa mashinalarga yoki avtobuslarga chiqish masalalari juda ham ko'p muammolarga duch kelyapti degan noroziliklar va ko'pincha bu asosiy masala konsalting agentliklar bor-ku. O'zbekistonda joylashgan konsalting agentliklarini befarqligi talabalarga. Mana shuni orqasidan yuzaga kelayotgan muammo. Endi albatta bu juda ham yomon holat. Ya'ni asosan men o'zim ham Koreyaga o'zim hujjat topshirib kelganman-da Koreyaga boshida. O'shani meni ham hech kim kutib olmagan va bu bir umrga esimda qoladi. Ya'ni buni bitta narsa borki, musofir odam Koreyaga keldimi, birinchi kun uni kim kutib oladi va uni birinchi kuni qanaqa sarguzasht bo'ladi, bir umr esidan chiqmaydi. Chunki u birinchi marta Koreyaga kelyapti-da, xotirasida qoladi. Shuning uchun O'zbekistonda o'tirib, to'g'ridan to'g'ri universitet bilan aloqa qilib yo o'rtada brokerlar bilan aloqa qilib turib jo'natib yuborayotgan firmalar bor. Va u firmalar o'sha vizani olib bergandan keyin shu bilan tugaydi aloqa. Va u talaba xohlasa o'rtog'ini, tog'asi, amakisi yo kimnidir topish kerak va uchib kelishini, demak o'shalar bilan maslahat qilish kerak. Lekin Koreyada bilsanglar, mana hamma biladi. Tog'asi bo'lsa ham chiqa olmaydi aeroportga. Sababi mana menga ham ko'p iltimos bo'ladi, Anvarjon deydi, chiqib kutib olinglar, biz vaqtimiz yo'q. Chunki bir kun ishdan qolishi $100 zarar bo'lishi mumkin birinchidan. Yoki bo'lmasa mas'uliyat. Ya'ni sen bugun ishdan haydalishi mumkin. Sen bugun masalan ishlashing kerak. Chunki seni qo'ling ostida 4 ta odam bor deyish mumkin-da boshliqlar. Koreyslarga ruxsat bermaydi. Shuning uchun tanishlar chiqmayotgan holatlar juda ham ko'p. Shuning uchun endi bizni kompaniyani misolda oladigan bo'lsak, biz hech bo'lmaganda mana Dildora opa bilan birgalikda yo men o'zim chiqaman, yo bo'lmasam xodim jo'natamiz. Albatta, chunki u biz ko'pchilik o'ylar ekan, reklama olish uchun deb o'ylar ekan, lekin u masala ikkinchi darajada. O'z international kompaniyasi uchun avvalo biz borib bu bolalar bilan ko'rishib, salom alik qilib, birinchidan tanishamiz. O'zimizni vizitkalarimizni beramiz. Mana muammo bo'lsa, telefon qilaverasiz. Ular ham o'sha xursand bo'ladi. Ertaga nima aloqada muammo bo'lsa, ustozlar bilan muammolar bo'ladi. Har xil masala ko'p-ku va avtobusga bilet olib, jo'natib, u yetib borganini ham aniqlab, shunaqa holatda qilib. Shuning uchun talabalar mana shunaqa kelajakdagi kelmoqchi bo'lgan talabalarga maslahat. Siz ishlayotgan agentlik, biz Uz International bilan ishlasangiz yaxshi. Agar siz boshqa joy bilan ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha agentlikni Koreyada nimasi bor? Bir ishonchli joyi bormi? Ertaga siz Koreyaga kelganingizdan keyin ham murojaat qilsangiz, bir murojaatingizni eshitadigan bir joy bormi? Tashkilot bormi yoki bir muassasa bormi? Shu masala ham o'ta muhim, chunki siz Koreyaga kelayotganingiz uchun O'zbekistonda turgan inson sizning barcha muammolaringizni hal qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Mukammal, ya'ni ehtimoli juda past bo'ladi-da. O'shaning uchun albatta bu narsani ham ota-onalar mana ko'radi, bu dasturimizni ota-onalar ham ko'rishadi. Ota-onalarga ham mana shuni biz maslahat berib qolamiz. Qarang, Anvar, men hozir endi men bu yoqda 19 yildan beri yashaganim uchun men bilmayman. O'zbekistonda yotoqxonasi bor universitetga kelganingiz qulaymi yoki ko'chaga chiqib o'rtoqlari bilan oddiy uy olib yashash qulaymi? Shu talabalarga nima deysiz shu masala bo'yicha? Yotoqxona masalasi juda ham nozik masala hisoblanadi. Ayniqsa o'zbekistonlik talabalar, ya'ni musulmon diniga mansub bo'lganligi sababli alohida oshxonasi bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasa har xil muammolar bor.
O'shaning uchun ham men hali aytganimdek, talaba kirib kelishidan oldin qanaqa vaziyatligini bilish kerak, yotoqxona haqida so'rash kerak-da. Ya'ni qanaqa holat. Agar yotoqxonada sharoit zo'r bo'ladigan bo'lsa, yotoqxonadan zo'r joy yo'q. Sababi siz universitet ichida bo'lasiz, universitet nazoratida bo'lasiz va sizda ko'p har xil narsalarga chalg'ish kam bo'ladi. Nazoratda, ya'ni yangi davlatga keldingizmi, siz demak yaxshi nazorat ostida bo'lasiz va ko'p muammolarni o'ziz hal qilmaysiz. Svetga to'lashim kerak, gazga to'lashim kerak, yo'q, kvallibi kelyapti, bo'lsa kelyapti degan u muammoda u. Budjetini hisoblab yurish kerak. U atendli mavzuni atendli qilamiz hali yana. Qanaqa budjet hisoblab, qanaqa budjet olib borish kerak, boshqarish kerak. O'shaning uchun yotoqxonaga kelib bir 6 oy tursa, talaba atmosferani o'rganadi, keyin tashqariga chiqsa yaxshi. Tashqariga o'rtoqlar orttirib va yana bitta narsani aytib o'tmoqchimiz. Bir inson bilan musofir bo'lmasang, uni qandayligini bilmaysan degan maqol bor. Bu ota-bobolarimiz tomonidan aytilgan. Ya'ni siz O'zbekistonda mana 1-2 uchrashdingiz, agentliklarda birga topshirdilaringda zo'r bola ekan deb o'yladingiz. Lekin u bilan Koreyaga birga kelganingizdan keyin bitta joy uy oldingizda yashayapsiz, lekin ana shu yerdan muammo boshlanadi. Ya'ni birga yashashni boshlaganingizdan, ya'ni bir tom ostiga tushganingizdan keyin uni haqiqiy yuzi ochiladi. O'sha vaqtda siz bu yoqda mana uy masalalarini aytyapmiz, mana 6 oyga pojingim qo'yish kerak, 1 yilga pojingim qo'yish kerak, depozit qo'yish kerak. Va o'ziz xohlagan va xohlamagan tartibda u bilan yashashga majbur bo'lib qolasiz. Ya'ni chiqib ketay desangiz, pulingizdan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Chiqmayman desangiz, u balki xurrak otishi mumkin, yo bir boshqa holat o'g'ri bo'lishi mumkin. Hokazo. O'shaning uchun yotoqxona eng zo'ri. Bitta talaba yoqmasa, menga iltimos boshqa talabaga almashtirib bering desa, sizda masalan yo'qda 20 ta 30 ta xona bo'ladi. Xohlagan odamingiz bilan birga yashashingiz mumkin. O'shaning uchun talabalarga, endi til kursiga kelayotgan talabalarga yotoqxona yaxshi. Bakalavr, magistrlar dars haftada 1-2 marta yo bo'lmasa 1-3-4 kun bo'ladigan bo'lsa, unda tashqarida yashasa ham bo'ladi. Qachonki bir ishonchli bir insoni bo'lsa, birga turaman degan insoni bo'lsa, yotoqxonada emas, tashqarida yashasa ham bo'ladi. Harakat qilinglar. Bizni shu videolarimizni kuzatishga muammolarni kattasini hali olib chiqamiz. Shunday. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, depozit masalasi. Depozit masalasini ham O'zbekistonda mavjud bo'lmagan sistema bo'lgani uchun ko'pchilik tushunmas ekanda, shuni. Uyga joylashish masalasi bor-ku. Uyga joylashayotganda Koreyada depozit, ya'ni 6 oylik yo 1 yillik depozit to'lanishi kerak. Uni o'rtacha miqdori hozirgi kunda eng past deb hisoblaganda bir 600 ming 700 ming won hisoblanyapti. Bu degani ham bir $450, $500. Kichkina uy degani ham. Va u 1 million, 2 million, 5 million Seuldan, ya'ni markazku Seul. Seuldan uzoqlashgan sari arzonlashishi ham mumkin. Yo, navrot Pusanga qarab yaqinlashganda yana qimmatlashishi mumkin. O'sha joylashgan joyingizga ham muhim. Uni berasiz va u 100% qaytadi. Depozit nomi bilan 100% qaytadi va oylik to'lovlari hozirgi kunda eng arzonlari mana 300 ming won, 350, 450, 500 yo'q yana ketaveradi. Bu demak har oy mana shu xonaning narxi 2 kishi tursa 2 ga bo'lib beradi, 3 kishi tursa 3 ga bo'linadi. O'shaning uchun talabalar yotoqxonaga joylashmoqchi, ya'ni yotoqxonaga emas, tashqariga joylashmoqchi bo'lsa, mana shu to'lovlar surpriz bo'lmasligi kerak. Yotoqxonadan tashqari, yotoqxonani yaxshiligini hali aytdingiz, lekin ko'chada joylashishda yomon taraflari juda ko'p. Ishlatgan to'klari nima deyiladi? Kvallibilari bor. Kvallibi to'lovlari ham juda ham katta chiqishi mumkin. Endi ko'rib uyiga qarab, qishlarda juda qimmat chiqadi, chunki teplый polni ishlatasizlar. Shuning uchun hammasi eng men maslahat bermoqchi bo'lgan narsa talabalarga hech qachon hozirgi kunda topayotgan pulingiz bilan kelajagiga hisoblamang. Ya'ni men hozir mana bir hafta ishladim, 700 ming bo'ldi. Demak, men yana kelasi hafta ishlasam 700 ming bo'lar ekan degan ideya bo'lish kerak emas. Chunki Koreya shunaqa liniyasi bir tekis emas, ya'ni mundoq liniya deyiladi. Fluctuation deyiladi ingliz tilida. Bir xilda ketmaydi hech qachon. Bugun bir hafta ishladingizmi? 1 oy dam olishingiz ham mumkin. Hech kim bilmaydi. Ya'ni bu narsa juda ham budjet masalasi juda ham qiyin. Shaxsan men o'zimda ham shu budjet masalasini hisoblashda men boshda kelganimda qiynalganman-da. Keyin har bitta xarajatimni bitta daftarga olib yozib chiqaman. Nech pul menga kiryapti va nech pul chiqyapti. Ya'ni har bir talaba bir oyda nech pul unga pul kerakligini bilish kerak. Bu haqida videoni keyingi safar qilamiz. Uni rejasini o'rgataman. Shuning uchun Salom Koreya dasturini biz mana shu maqsadda biz yo'lga qo'ydik. Kuzatishda davom etinglar. Podpisatsiya qilinglar, yozinglar. Rahmat kattakon.